Xabaringiz bor, Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hamda Fransiyaning Suez kompaniyasidan boshlangan loyiha bugun qizg'in pallaga yetdi. Ya'ni Toshkent shahar ichimlik suvi hamda oqova suvini transformatsiya qilish loyihasi doirasida Toshkent shahri aholisiga, ya'ni jismoniy shaxslarga, xonadonlarga aqlli hisoblagichlar o'rnatilib boshlangan edi. Bugun Sergeli tumanida davom etyapti. Xo'sh, bu jarayonlar qanday ketyapti? Bugungi lavhamizda ana shu jarayonlar bilan sizni tanishtirishga harakat qilamiz. Marhamat, biz bilan birga bo'ling va jarayonlarni o'zingiz bevosita kuzating. O'lchagich qulaylik taraflari birinchi o'rinda sizga yuzaga kelayotgan noqulaylikni qulay qilish. Nima maqsad? O'z vaqtida ko'rsatkichlarni berishlik, sizga kelayotgan noreal qarzdorlikni o'sha shaffoflik, to'g'ri ko'rsatishlik. O'z vaqtida ko'rsatadi, sizda o'sha texnik ilovalaringizda to'g'ri ma'lumot beriladi. Bu eski suv o'lchagichlarda indeksionniy suv o'lchagich hisoblanadi. Bularda ma'lumot berish qulayligi yo'q. Uni siz tarafdan berish kerak yoki nazoratchi tarafidan ko'rsatishlarni berishligi kerak bo'ladi. Endi bu yerda har oyda bermaganingizdan keyin me'yoriy hisoblash ketadi. Bu yerda o'sha sun'iy qarzdorlik oshishlar kuzatilyapti. O'shalarni hammasini bitta jamlab bu yerda bartaraf qilinyapti. Xudo xolasa bu suv o'lchagichda hammamiz uchun qulay va aniq. Shunda to'lovlar har doimgidek bo'laveradi. To'lovlar xuddi shucha bo'ladi. Shot raqamlari, shartnomalari hech narsa o'zgarmaydi. Faqatgina uchinchi suv o'lchagichi biz eskisini akt asosida yechib, yangisini yana qayta akt asosida qo'yib, sizga hammasini ro'yxatga qo'yib Avgust oyida Yangi hayot tumaniga aqlli hisoblagichni o'rnatish ishlari olib borildi va yil yakuniga qadar 50 mingdan ortiq aqlli suv hisoblagichlar iste'molchilarga o'rnatildi. Hozirgi kunda Sergeli tumanida aqlli hisoblagichlar o'rnatish ishlari boshlandi va hozirgi kunda Mehrigor mahallasida ishlar olib borilmoqda. Sergeli tumanida 60 mingdan ortiq aqlli hisoblagichlar o'rnatish rejalashtirilgan. 5 yil davomida 670 mingga yaqin aqlli suv hisoblagichlar Toshkent shahar bo'ylab o'rnatish rejalashtirilgan. Kelgusida qo'shni mahallalar va qo'shni tumanlarga o'tish rejalashtirilgan. Shu o'rinda iste'molchilarimizdan iltimos qilardim, aqlli hisoblagichlar o'rnatish uchun to'siqlarsiz xonadonlarga kirish va ularni o'rnatish va ularni rasmiylashtirib ishlarni jadal va sifatli amalga oshirishlariga sharoit qilib berishlarini so'rab qolgan bo'lardim.